Do'stlar, assalomu alaykum. Bu video maxsus faqat meni kuzatib boradigan obunachilarimga. Do'stlar, bu Karmen mana 6 yosh bo'ldi. Tay bexida ko'rishlar ham mumkin. Joy tanlamaydi. Olgan mevasiga baho berasizlar. Mana shunda kamida 7 kilo bor. Bunisini ko'rsatdim ekan. Mana. Bunisida ham olgan mevasiga baho beringlar mana. Juda ham serhosil. Sizlarda agar sharoit, yerlaring, imkoniyatlaring bo'lsa, bog' qilmoqchi bo'layotgan bo'lsalaring, men sizlarga mashinokdan hech bo'lmasa 1 gektardan qilib qo'yishlaringni maslahat beraman. Chunki gektariga 4 ga 1, 3 ga 1 sxemada eksangiz 2,5 mingta, 3 mingta shuna atrofida ko'chat ketadi. Buni afzallik tomoni, boshqa ko'chatlardan afzallik tomoni, yagona afzallik tomoni kasallikka chidamli bo'ladi va mevaga erta kiradi. Birinchi yildan nishona beradi. Bunga 100% kafolatlanadi. Birinchi yili nima olganingizni ko'rsatadi. Ko'chatning tanasida shiraga juda ham kam shira tushadi. Boshqa noklarga nisbatan daromadga tez kirib ketadi. 5-yil xudo xolasa 100% o'zini oqlab chiqib ketadi. Shu sababli bu joy tanlamaydi. Sizlarga yaxshisini ilinyapman. Bu shoptoli yoki boshqa emas, bu nok. Buni hozirgi kunda xaridorlar eng ko'p so'rayotgan narsa nok bo'lyapti. Nok sabab O'zbekiston Respublikasida juda ham kam bog'lar tashkillashtirilgan. Aynan Karmendagi eng kami bo'ladi. Shu sababli bu nokda bog'idan tashkillashtirishlarni maslahat beraman. 1 gektarlik maydonda tashkillashtirsalaring, hech bo'lmasa minimalni 0,5 gektar. Bu juda ham tez daromadga olib kiradi. Sizlarga bu yoqadi. Xursand bo'lasizlar. Shu sababdan buni sizlarga ilinyapman. Mana olgan mevasiga baho beringlar. Hozirgi kunda 30 ming so'mdan berilmayapti. Eng qiziq joyi 30 ming so'mdan berilmayapti. Mana hali pishgan yo'q. Pishishiga yana 20 kun, 25 kun bor. Chunki buni pishish vaqti iyulni 20-sidan keyin avgust oyiga qarab, joyiga qarab turib pishadi. Ertasi erta joylarda ertaroq pishadi, ertasi kech joylarda kechroq pishadi. Lekin bu joy tanlamaydi. Daraxtni katta kichiligi shunchalik holatda bo'ladi. Agronomlik xizmatlari bor. Bepulga agronomlik maslahatlarini bepulga beriladi. Buni egib baylash sistemasidan foydalanilsa, juda ham zo'r natija beradi. Do'stlar, kuzatishda davom etasizlar. Video yoqayotgan bo'lsa, like bosib, bemalol telefon qilaverasizlar.